Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, barchalarni bugungi kunni boshlab olganinglar bilan tabriklayman do'stlar. Bugun sizlar uchun ajoyib yangilik tayyorlab qo'yganman. Fingon 508 modelimizdan hozirda sotuvda mavjud 50 dona oq rangidan chaqirtirdim. Tashqi ko'rinishiga bir qator baho berib do'stlarga jo'natib qo'yishni, 7 o'rindiqli gibrid modelni arzon narxga olaman degan do'stlarga jo'natib qo'yishni, kanalga like bosib obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz do'stlar. 7 o'rindiqlik mashina. Kelinglar sizlarga qisqacha mashina haqida ma'lumotlarini berib o'tsam. Xo'p, mashinamizni oldi ko'rinishiga o'zingizlar ahamiyat berib qo'yasizlar. Xo'p, mashinamizda Dongfeng brend tushirilgan harflar, monoqosh, led chiroqlar, balonni sovutish uchun mana bunaqa tizimlar qo'yib o'tilgan. 19 dyumli diska balonlar taqib qo'yilgan do'stlar. 360 kamera. Xo'p, panorama tom. Eshiklarimizda besklichoy do'stlik mavjud. Xo'p, salon interyeriga keladigan bo'lsak, mebelli shtukalar bilan bezatilgan. Kattagina tablolar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, avtomat korobkada mashinamizni stakanchik uchun joylar qo'yib o'tilgan do'stlar. Hali narigi tomondan ham aylanib kelib bir qator qulayliklarni ko'rsatib o'taman. Hattoki orqa o'rindiqlarda ham mana bunaqa stakanchiklar, iqlim nazorati, 3 qatorli o'rindiqlar bilan jihozlangan. 50 litr bagaj bak hajmiga ega. Bagajlarimiz 300 litr. Elektrobagaj. Xo'p, mashinamiz haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tyapman do'stlar. Mana shunaqa katta jo'natuvchilarimizdan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Orqadan qaraganinglarda ham juda ajoyib oilaviy shahar va safar uchun ajoyib tanlov bo'ladi. Ushbu gigant toychog'imizda mana besklichoy do'stlari ham mavjud. Xo'p, multifunksiyonal rol, kattagina tablolar qo'yib qo'yilgan. Xavardinlik barimizni aytib o'tdik. O'rindiqlarimizda abagrif. Xo'p, panorama tomimizni aytdik. Ovoz olish sxemalari, 360 kameralarni aytdik. Xullas mana shu toychog'imiz esinglarda bo'lsa 40 ming, 45 ming dollar atrofida sotilgan. Hozirgi kunda kelib bor yo'g'i 322 million so'mga borsanglar bo'ladi do'stlar. Kimga mana shu toychog'imiz qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.